Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi mavzumiz jigar o'smalari. Jigar o'smalari bu jigar o'zidan paydo bo'lgan o'smalar, ya'ni jigar gepatosellyular raklari va xolangiokarsinomalar bo'lishi mumkin va boshqa organlarda paydo bo'lgan saratonning jigarga bergan metastazlari bo'lishi mumkin. Ya'ni 3 xil turi bor. Bu 3 xil turida qanday zamonaviy davolash turlari bor? Aynan hozir biz Dr. Malayev klinikasida mikro to'lqinli ablyatsiya davolash usulini kiritdik. Bunda jigarning gepatosellyular raklari, xolangiokarsinomalar va boshqa organlardan jigarga bergan metastazlarni maxsus nina yordamida teri orqali ultratovush kontrolida kirib boramiz va o'sha yerga mikro to'lqin beriladi. Bu maxsus ninaning uchki qismida mikro to'lqin beruvchi qismi joylashgan bo'lib, bu qism biz bergan chastotada va biz bergan voltda mikro to'lqin beradi. Bu birinchi o'rinda o'smaga keladigan qon tomirlar, ya'ni ozuqani bloklaydi. Ikkinchi o'rinda parchalab o'sha biz uchun kerakmas bo'lgan to'qimalarni to'liq parchalab, ularni nofaol holatga, ya'ni faol bo'lmagan holatga o'tkazdirib beradi va bundan keyin o'sishini to'liq oldini oladi. Bu asosan eng ko'p effekt beradigan holatlar, ya'ni ko'rsatmalar deb ataymiz meditsinada. Ko'rsatmalarda bizda jigardagi gepatosellyular raklarning 3 sm gacha bo'lgan soni 4-5 tagacha bo'lgan holatlarda biz qila olishimiz mumkin. Undan yuqori o'lchamdagilarni nima qilishimiz mumkin degan savol berish mumkin. Undan katta o'lchamlarni palliativ maqsadda, ya'ni bundan keyin yana kattalashmasin, bundan keyin ko'paymasin degan maqsadimizda biz ablatsiya o'tkazdirib bera olamiz. O't yo'llaridan, ya'ni jigardan ishlab chiqaruvchi o't suyuqliklarini olib ketuvchi yo'llardan, kanallardan paydo bo'luvchi xolangiokarsinomalarda. Xolangiokarsinomalarda ham har qanday turlarini biz ablatsiya orqali kuydirib bera olamiz. Va yo'g'on ichak yoki sut bezi yoki boshqa har qanday organlardan jigarga bergan metastazlarni operatsiyasiz, tanaga hech qanaqa tig' tegizmasdan o'sha bir dona nina orqali kirgan holatda o'tkazdirib, ya'ni kuydirib, buni nofaol holatga o'tkazdirib berishimiz imkoniyati bor. Bu apparat uzoq muddat davomida o'sha dunyo onkologlari tarafidan tekshiruvlar, ya'ni triallardan o'tkazilgan va buni aynan hozirgi meditsina, onkologiya sohasida tasdiqlangan turga kiritilgan.